Reuters axborot agentligining xabar berishicha, Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Eronga rasmiy hujum boshlagani haqida ma'lumot berdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump shunday deb o'tgan do'stlar: "Biz Isroil bilan qo'shma hamkorlikda keng ko'lamdagi dahshatli operatsiyani boshlaymiz" deb ma'lum qilgan. Isroilning dahshatli zarbalaridan so'ng Eron aholisi shokka tushib qolgani haqida ayrim ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda do'stlar. Ko'plab harbiy ekspertlarning taxminiga ko'ra, Eron yaqin soatlar ichida Tel Avivga hamda Qo'shma Shtatlarning barcha bazalariga zarba beradi deb barcha taxmin qilmoqda. Yana shuni qo'shimcha qilish mumkinki, Yaman xususiylari ham bir chekkada qarab turgani yo'q do'stlar. Ular ayrim manbalarga qaraganda ballistik raketalarni Tel Aviv tomonga uchirishgan. Yaman o'zining eski pozitsiyasida bo'lsa, Eron tomonidan albatta Isroilga zarba berishi ko'zda tutilgan edi. Yaman xususiylari o'z va'dasida turganga o'xshaydi do'stlar. Ular bevosita Tel Avivni o'qqa tutmoqchi va u yoqqa ballistik raketalarini uchirib bo'lgan do'stlar. Bu urush kengayib o'z atrofidagi ayrim davlatlarni qurshab olishi mumkin do'stlar. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlang do'stlar. Ayrim ommaviy axborotlar xabariga ko'ra, Isroil havo hujumi orqali Tehronga zarba berib, Eron prezidenti Mas'ud Pezeshkionni o'ldirishga uringan. Eronda juda dahshatli portlashlar sodir bo'lmoqda. Isroil mudofaa vaziri Israel Castingning xabar berishicha, Isroil o'ziga bo'lgan tahdidlarni oldini olish maqsadida Eronga birinchi bo'lib zarba bergan. Isroil bu vaziyatdan juda silliq chiqishga harakat qilmoqda do'stlar. Bundan shuni tushunish mumkinki, Isroilga go'yoki Eron tomonidan tahdid bo'lgan, bu tahdidni oldini olish maqsadida Isroil Eronga zarba bergan. Ha do'stlar, 28-fevral kuni tinchliksevar prezidentlarning orzusi va nihoyat ushaldi do'stlar. Katta urushga start berildi. Bu katta urushda Eron agar o'z pozitsiyasini saqlab qolsa, Eron o'z atrofidagi Qo'shma Shtatlarning barcha bazalarini yo'q qilishga hamda Tel Avivni vayrona qilishga va'da bergan do'stlar. Eronda ham hozircha harbiy salohiyat juda kuchli. Eron ham avvaldan bu hujum bo'lishini taxmin qilgan holatda juda ham katta ko'lamda urushga tayyorgarlik ko'rgan do'stlar. Hozirgi ayrim ommaviy axborotlarning yozishicha, Eron ham juda katta qarshi dahshatli hujumga tayyor ekanligini bildirmoqda. Bir necha soatlar ichida Isroil poytaxti Tel Avivga juda ham kuchli zarbalar bo'lishi mumkin do'stlar. Eronda hattoki do'stlar nur tezligidan-da tezroq harakat qiluvchi dahshatli qurollar mavjud. Bu qurollar orqali Eron Isroil poytaxti Tel Avivga aniq va juda kuchli vayronkor zarbalarni berishi mumkin do'stlar. Hurmatli do'stlar, Isroil katta xato qilib, juda katta urushga start berib yubordi. O'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, bizni kanalni qo'llab-quvvatlang.